Yurtdoshlar, mana Qashqadaryodan birinchilardan bo'lib Qirg'izistonga yangi ochilgan tunnelga 1-iyun kuni ochilgan. 12-iyun kuni yetib keldik. Xudo xolasa mana hozir tunneldan o'tamiz. Tunnelning uzunligi 3890 metr, dengiz sathidan 2521 metr. Mana bu karta bo'yicha yurib kelamiz. Kecha Manas shahriga qolgandi, eski Jalolobod, hozir Manas bo'lgan, nomini o'zgartirishgan. Mana shu orqali Baliqchi Issiqko'lga ketamiz hozir, oilaviy. Xudo xolasa kuzatib boringlar bizani. Adashmasam Qashqadaryodan birinchilardan bo'ldim deb o'ylayman. Yana agar o'tganlar bo'lsa, bemalol kommentariyaga rasmlarni taylashlaringizni so'rab qolaman. Sog' bo'linglar. Hammaga omad, hamma kelsin shu manzaralarga. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana qorlarni ham tomosha qilinglar. 12-iyun shunaqa qorlar bilan turibdi, oppoq. Kelinglar.